Sunnatga ham bir ko'ngil burib qo'yaylik. Bizda uyg'otishlik bor. Bolasini mol bozoriga uyg'otishlik bor, mashina bozoriga uyg'otishlik bor, qiladigan ishga uyg'otishlik bor. Namoz uchun ham uyg'otishlik bizi shariatimizda payg'ambarimizdan sunnat ekan. Tur bolam, namozingni o'qi. Tur, tahoratingni qil. Erkak kishi xotinini uyg'otishligi bu tabiiy, to'g'ri tushunamiz buni. Xotinni uyg'otadi, tur deydi. Lekin erkaklarga biz aytadigan so'zimiz borki, xotin, ahli ayolingiz, mahramingiz sizni uyg'otsa, men eriyman sen, meni uyg'otasan. Bor deyishga haqqimiz yo'q ekan. Shu o'rinda haqqimiz yo'q. Boshqa joyda bir narsalarni ko'rsatib, uni qilamiz, buni qilmaymiz desa, siz erkak kishisiz, boshqaruvchisiz. Yo ha deysiz, yo yo'q deysiz. Duxingiz yetsa endi. Bo'lmasa o'tiraverasiz. Shuncha yil boshqarding, o'lguncha boshqarasan, boshqa nima endi bu yoq deysiz. Ammo ibodat vaqtida ayol eriga suv sepadigan bo'lsa, indamasin deyapti. Balki Allohning rahmati bo'lsin haligi ayolga. Erini uyg'otganligi uchun o'zi duo qilish kerak Alloh taolo. Shunda ayollarni bergin. Bizni ibodatga shashiltiradigan, ibodatga boshlaydigan, ibodatga chorlaydigan ayollarni bergin deb duo qilishlik kerak ekan.